alaykum aziz kitobxon. Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi, ma'rifatparvar olim, yozuvchi va publitsist Mahmudxo'ja Behbudiyning ushbu majmuasiga uning badiiy asarlari, sayohat xotiralari, xalq ma'naviyatini yuksaltirish, ma'rifat orqali millatni jahonning eng ilg'or xalqlari darajasiga ko'tarishga da'vat etuvchi maqolalari jamlangan. Uning ilm olishga, ko'plab tillarni o'rganishga, ruhiy barkamollikka chorlovchi fikrlari bugungi kun uchun ham qimmatlidir. Mahmudxo'ja Behbudiy 20-asr bo'sag'asidagi Turkistonning orzu-armonlaridan biri sifatida maydonga keldi. U o'z davrining ijtimoiy-siyosiy harakatlarida faol qatnashgan eng yirik namoyandasi, yangi zamon o'zbek madaniyatining asoschisi edi. 1911-yilda yozilgan Padarkush dramasi 1913-yildagina bosilib chiqdi. Padarkush o'zbek dramachiligining hamma yakdil e'tirof etgan birinchi namunasidir. Mutaxassislar uni ham janr, ham mazmunga ko'ra yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholaydilar. Muallif milliy fojia atagan 3 parda, 4 manzarali bu drama hajman juda ixcham, mazmunan nihoyatda sodda va jon. U jaholat va nodonlik haqida o'qimagan bolaning buzuq yo'llarga kirib o'z otasini o'ldirgani haqida hikoya qiladi. Padarkush dastlab Samarqandda 1914-yilning 15-yanvarida sahnaga qo'yiladi. Avloniyning Tur'on truppasi Kolizeyda o'z faoliyatini mana shu Padarkush bilan boshlagan edi. Boy rolini Abdulla Avloniyning o'zi ijro etadi. Mahalliy matbuot bu kunni tarixiy kun deb yozadi. Padarkush Turkistonni junbushga keltirgan Qirg'inbarot inqirob yillarida ham sahnadan tushmadi. Sizlarni ushbu kitobni o'qish uchun Bo'ka axborot kutubxona markazida kutib qolamiz.